Yo mana vaqt sotsizlar hozir bu asosiy joyda qaramay mana ketyapsizlar. Asosiy joy. Asosiy mana shu yerga bola o'qitib bo'laman. Buni qarang. Ha do'stlar, afsuski shunday. Ming afsuslar bo'lsin, Surxondaryo viloyatining chekka qishloqlarida mana shunday holatda o'quvchilar ta'lim olmoqda, dars olishmoqda. Aziz do'stlar, sizlarning fikrlaringiz izohlarda qoldiringizlar. Nima deb o'ylaysizlar? Nima qilsak yaxshi tomonga yuradi? Shuni bir fikrlab izohlarda qoldiringlar. Mana bu vaziyatni o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Bunga kim javob berardi? Nima bo'lardi? Mana shu yerda bola o'qitib bo'laman. Yo masalan shu yerda gang turibdi hozir. Gang turibdi, mana buni qarang. Shu sinfmi mana. Mana. Issig'ini qarang mana. Eski yoqib. Yo qayerda yoqdingizda endi mana. Shu yerga bola qarang, svet, mana qarang svet. Shu yerga bola o'qitib bo'laman. Qarang, kasal qayerdan yuqyapti? Hozir O'zbekistonda shunaqa joyga o'qiydi ekan. Qarang. Mana O'zbekistonimizning hayoti. Mana yasha O'zbekiston. Sog' bo'ling prezidentimiz, amon bo'ling. Mana qo'l bu ungacha kasallikni yuqtirib nima qilasiz? Mana bu yerga kiring. Bu yerga kiring. Mana O'zbekiston. Shu yerga bola o'qitib bo'ladi. Mana bu yerga mol boqqan, qo'y boqib bo'rilagan edi bu yerga. O'zim bilaman shu yerga bo'rilaganini. Gang yotibdi bu yerda. Mana. Mana yo men tushaveraman, men mana. Yo tushaveraman, men tushmayman, men kerak yo'q. Mana. Maktab o'qitishda joyi. Mana, mudir aytibdimish. Mudir buyuribdi, xo'jaliklarda ochib ber deb. Mana YouTube'ga taylayman, Telegramga ham taylayman og'am. Buni ertaga hokimga ham boraman. Ana shuni. Bu dunyodan ikkita narsaga juda katta e'tibor berish kerak. Birinchidan, Xudo g'azabidan qo'rqish kerak. Xudo qahridan qo'rqish kerak. Oxiratdan qo'rqish kerak.